Salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek TikTok.uz. Meni sog'ingan bo'lsangiz kerak, men ham sizlarni sog'indim, ayniqsa FC'da video chiqarishni sog'indim. Gap shunda, men yangi telefon oldim va unga men akkauntimni joylay olmayotgan edim. Hozir do'stlar unchalik ham ko'p open pack bo'lmaydi, lekin payshanba kuni men juda katta open pack qilishga harakat qilaman, chunki mana bu Jameslar kamida 50 mingta yoki 40 mingtadan oshib ketadi va bizda ko'rib turganingizdek 7 tadan oshiq draft voucherlar bor. Bitta ikkita ochamiz va bu yerda esa do'stlar mana 117 dan 120 gacha. Bu ukam aytdi, ukam ochib beradi o'zi. Xo'p, bo'lmasam bolalar kichkina narsalardan olishni boshladik. Bo'lmasam bolalar biz bu yerga kirib oldik Summer Specialga. Bunga o'tib turib ozgina bo'lsa ham sog'larimizni olib olamiz. Buffon sotiladigan. Qanaqa bu? Yaxshi. Hozir keyin bo'lsa Star Pass'dan mana do'stlar. Hammasi joyga joyida. Mana buni nima bo'ladi, sovg'a olish desa bo'ladi va do'stlar menda yana boshqa narsalar yo'q. Men 117 dan 120 gacha olaman do'stlar. Buni 117 dan 120 gachani final, ya'ni oxirgi qismga qo'yib turamiz bolalar. Chunki bizda bu yerda buni aytdim, oxirgacha qo'yib turamiz deb 32 ming, 33 ming yo'qmi, yo aniq 50 mingtadan oshadi bolalar. Shuning uchun like va obuna. Hali menga bolalar mana menga 449 ta metr bitas, bunda 150 ta kerak. Bitta ham yetmay qoladimi bolalar? 3 soatdan keyin 5 ta voucher bo'ladi. Shuning uchun men aytayapman. Va bizda yana nimalar bor? Mayli, hozir jamoani tanishtirib o'tsam, meni profilim Kamron Oletda. Agar mabodo durustga tashaginglar kelsa, mayli, tashaveringlar. Og'ir 124. Jamoamga 1dan 10 gacha baho beringlar bolalar. Bu yerda kerak emas o'yinchilar va mana bu yerda Gabrielni kuchaytiraman degandim. Yaxshi, 123, yaxshi. Bu yerda dribbling facial bo'lgan ekan. Passing. Chunki himoyadan chiqib ketish uchun pas bilan chiqib ketiladi do'stlar. Shuning uchun buni kuchaytirib qo'ydimki, ularda saldan keyin kuchaytiramiz. Va do'stlar, bizda ozgina yig'ib qo'ygan tokenlarim bor. Shunga endi mystery drop ochamiz. Mystery drop nima? Mystery drop bu mana omadni sinadigan narsa. 3 ta voucher tushsa bolalar, bu juda ham bu video juda ham qizib ketadi bolalar. O'zi 5 minut bo'libdi. Yaxshi. Okey. Ikkitasini men, oxirgisini Abdug'on ochadi, ukam ochadi. Qani ketdik. Bismillah. Iltimos, gold, iltimos. Yo'q. Mayli, nima bu? Yaxshi. Yaxshi. Va yana bitta men. Iltimos, gold, iltimos. Yo'q. Nimaga bunaqa omad kelmayapti? 100 ta shartdan berami? Hozir esa ukam ochyapti. Va iltimos oltin ber, oltin, gold, voucher, iltimos. Yo'q. Bundan juda ham zo'r bolalar. Juda ham zo'r. Kemal deyapman, qanaqa zo'r, bila. Do'stlar, hali milestone 117 dan 120 gacha shoshilmay turinglar. Bizda oladigan narsalarimiz bor edi, adashmasam. Bolalar, men bu yerda TikTok.uz FC degan guruh ochdim, bemalol qo'shilishinglar mumkin. Buni ssilkasini bo'lsa
nimaga tashlab qo'yaman. Kommentariyaga. Bu yerda bu yerda juda ham mana ko'rib turganingizdek bu yerda siz mening YouTube kanalim hamda redeem kodlar bilasizlar, juda ham kamdan kam youtuberlar joylaydi. Men bo'lsa haqiqiy redeem kodlarni va bu yerda qanday qilib redeem qilishni tashlab qo'yaman do'stlar. Reaksiya bosish esdan chiqmasin bolalar. Reaksiya bosib turinglar va biz o'yinga qaytsak. Bolalar, mana o'yinga ham qaytib oldik. Hop, bizda nima bo'ladi? Bizda hozir ozgina open pack bo'ladi. Summer Special'dan 8 ta bo'pti. Mayli, sizlar uchun 3 tasini ochaman. Bismillah. Yo'q. Bismillah. Yo'q. Bunda ham yo'q, yurdi, yaxshi. Ispaniya. RB Real Betis kim bu? Yaxshi, Bellerin. Mayli do'stlar, ikkita ochdik. Hop, endi bo'lsa final qism do'stlar. To'xtanglar, men sizlar uchun 5 sekund vaqt beraman. Obuna va laykni, kommentni tashlab tashlanglar. Aytgancha, sizga Bellingham yoki Pedri, Mbappe yoki Yamal, Real Madrid yoki Barcelona qaysi biri? Kommentariyaga yozib ketinglar va albatta bomba bo'lish kerak bu videoda aktivi do'stlar. Okey, bo'lmasam bu yerdan Future'dan ukam ochib beradi do'stlar. Tayyormisizlar? Like va obuna esinglardan chiqmasin. O'zingni qo'lingda ochga. Va ukam ochmoqda. Ukam ochdi va iltimos kamida 120 so'rayman. Iltimos, Ispaniya paki, ha? Ispaniya. Levi. Kim bu? Alex Baena nima? Bu hazilmi? Ya, Nico Williams. Okey, bolalar yaxshi. Hech narsa qilmaydi bu yerda Nico Williams. Shundaki ukamga rahim kelardi meni. Hop. Qisqasi gapni ko'paytirmaylik do'stlar. Sizlar bilan tik-tak uz bo'ldi. To'g'ri, bu videoim qisqa bo'lib qoldi. Albatta payshanba kuni videolar bomba bo'lib chiqadi do'stlar. Yana bu yerga nimalar bo'ladi? Bu yerga kamida 10 tacha draft qo'shiladi va bu yer kamida 50 mingta bo'ladi olmoslar, xudo xohlasa. Do'stlar, bizda bitta narsa qolib ketyapti ekan. Mayli do'stlar, bundan ochib qo'yaveramiz chunki bu juda ham zo'r. Bismillahirrohmanirrohim. Iltimos bolalar, davay. Go. Ya, yurmadi. Yaxshi, ukam ochyapti. Bunda ham yurmadi. Xo'p do'stlar, mayli. Xudo xohlasa payshanba kuni ko'rishib video olamiz do'stlar. Sizlar bilan tik-takuz har doimgidek sizning sevimli tik-takuzingiz. Xayr. Aytgancha Telegram kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.